Assalomu alaykum futbol muxlislari. Bugun sizlar bilan futbol olamidagi eng so'nggi yangiliklar bilan tanishib chiqamiz. Agar kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'ling va ushbu videoga kanalimiz rivoji uchun like bosishni unutmang. O'tgan mavsum Xorazm safida harakat qilgan hujumchi Murodbek Bobojonov legionerga aylandi. 31 yoshli hujumchi Iroqning Amanat Bog'dod klubi a'zosiga aylandi. Bobojonov kuni kecha Bog'dodga yetib bordi va tibbiy ko'rikdan so'ng yangi klubi bilan shartnoma tuzdi. Mazkur klubda o'zbekistonlik yarim himoyachi Baxtiyor Qosimov ham to'p tepmoqda. Eslatib o'tamiz, Bobojonov o'tgan mavsum Superligada 27 ta bahsda maydonga tushib, 8 ta gol urgan. U Xorazm jamoasining to'pirari hisoblanadi. O'tgan mavsum Paxtakorda harakat qilgan hujumchi Bobur Abduxoliqov nima uchun Nasafga qaytganini tushuntirdi. O'zbekiston terma jamoasiga nomzod futbolchi quyidagicha fikr bildirdi. Nasafga nega qaytdim? Sababi u yer mening ikkinchi uyim. Arab klublaridan yaxshi takliflar bo'ldi, biroq Nasaf sharafini himoya qilishni xohladim. Yangi mavsumda o'zimni ko'rsatib, Superligada yorqin o'yin ko'rsatish niyatidaman. Nasib bo'lsa terma jamoa bilan jahon chempionatida qatnashmoqchiman, dedi 28 yoshli forvard. Saudiya Arabistonida o'smirlar 23 terma jamoalari o'rtasida Osiyo Kubogi o'tkazilmoqda. Mazkur musobaqada O'zbekiston o'smirlar 21 terma jamoasi C guruhidan joy olgan bo'lib, 3-turda guruh peshqadami Janubiy Koreyaga qarshi bahs olib boradi. Ushbu bellashuvni Omonlik hakam boshchiligidagi brigada boshqarib boradi. Ma'lumot uchun uchrashuv 13-yanvar kuni soat 16:30 da start oladi. Ikkinchi turda Ravshan Haydarov shogirdlari Eron bilan durang o'ynagan. Yigitlarimiz hozirda 4 ochko bilan turnir jadvalida ikkinchi o'rinni egallab turibdi.